Yo, O'zbekiston! Nima gap? O'zbekiston jahon chempionatiga chiqadi degan vatandoshlar maksimum like bosib do'stinglarga jo'natib qo'yinglar. Do'stinglar ham like bosib do'stiga jo'natib qo'ysin. O'zbekiston bir tanu bir jon bo'lib, duoda bo'lib O'zbekistonni qo'llab-quvvatlaymiz. Ishonaman, O'zbekiston jahon chempionatiga chiqadi. Birlashgan Arab Amirligiga qarshi o'yinda g'alaba qozonadi. O'zbekiston shu munosabat bilan Odil akam Ahmedov obunachilari uchun 300 ming bo'ldilar, tabriklaymiz. Qo'limda naqd $30,000 kubok Toshkent. Odil akam Ahmedov obunachilari 500 mingga, to'g'ri eshitdinglar, 500 mingga yetgan kuni ikkinchi kubok $150,000 va 1 millionga yetgan kunlari katta kubok urib sindiramiz, $100,000 tarqatamiz. Odil akam obunachilari videoni maksimum do'stinglarga jo'natinglar, like, komment bosib, maksimum aktivni to'xtatmanglar. Toshkent, O'zbekiston ertangi o'yinni nechiga g'alaba qilamiz? Taxminiy yozib qoldiringlar. Birinchi topgan 10 taga $100 dan $1000 tarqatib yuboramiz. Ishonaman, O'zbekiston yutadi. Olg'a O'zbekiston!